Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Azamboy PUBG do'stlar. Bugun sizlarga PUBG Mobile uchun UC sotib olishni o'rgataman. Hech qanaqa UC servislarsiz xuddi o'sha narxga UC sotib olishni o'rgatib o'taman. Do'stlar, unda kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, like podpiska bosib qo'yasizlar. Biz videoni boshladik. Qani ketdik. Xo'p do'stlar, unda biz boshladik. Bizga kerak bo'ladi Chrome yoki Google sayti kerak bo'ladi. Biz Chrome yoki Google dan Bulldrop deb qidirib topib olamiz. Bulldrop saytini topamiz va Bulldrop saytiga kiramiz. Mana kirganimizdan keyin tepada mana bu Bulldrop coin degan narsa turibdi. O'shaning o'rnida Void degan narsa bo'ladi. O'shanga kirib, registratsiya qilib olishimiz kerak bo'ladi. Registratsiya qilganimizdan keyin xuddi shu narsa chiqib turadi. Ana undan keyin pastda to'ldirish tugmachasi bo'ladi. Biz o'sha yerga kiramiz. Bizga shu yoqdan kerak bo'ladi. Qaranglar, eslatib o'taman. Men sizlarga faqat Humo bilan Uzcard kartasidan UC olishni o'rgatyapman. Visa yoki boshqa kartalar bo'lsa, bemalol Midasboy saytidan olishingiz mumkin. Xo'p, unda mana bizga kerak bo'ladigan joyi mana bankovskiy karta Visa bo'ladi va bank kartalar P2P. Bizga kerak bo'ladigani bankovskiy karta. Bankovskiy kartaga bosib turib, bu yerda mana minimalniy 1500 so'm bo'ladi. 1500 so'mni o'chirib, biz 13000 so'm deb yozamiz. 13000 so'm deb yozganimizdan keyin ko'rishingiz mumkin. 98 beryapti. Biz bu yerda o'zi 98 bermas edi. Biz mana bu yerda promokod degan joyga promokod yozganmiz. Shuning uchun bizga 98 ta beryapti. O'zi aslida 85 yoki 84 ta coin beradi. Biz bu yerga promokod yozganmiz. Promokodimiz Telegram kanalda. Telegram kanalimiz opisiyaga qo'yib qo'yganman. Telegram kanaliga o'tib, sirazi shu promokodni olishingiz mumkin. Xo'p, mana 13000 so'm yozamiz. Biz 60 UC tashlashimiz uchun 98 ta kerak bo'ladi. Xo'p, promokodni yozganimizdan keyin hisobni to'ldirishni bosamiz. Hisobni to'ldirishni bosgandan keyin bu yoqda ko'payadi. Mana bu Bulldrop coinlarimiz ko'paygandan so'ng biz chiqarib olishga o'tamiz. Va bu yerdan chiqarib olishdan bugunni tanlaymiz. Bu yerga o'zimizni ID'mizni yozamiz, PUBG ID'mizni. Hop, keyin miqdorga kiriting degan joyda minimalniy 98 ta. 98 taga mana 60 UC berar ekan. 60 UC 98 taga 60 UC. Hop, 13000 so'mga 60 UC sotib olamiz shunda. Mana 98 dan tanlaymiz. Keyin UC'ni chiqarib olishni bosamiz. Keyin UC'larimiz 1 minut ichida tushadi. Bu kafolatlangan, kafolatli, yaxshi, ishonchli joy. Video yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yinglar. Hamma kerakli promokodlar va boshqa kerakli ma'lumotlar Telegram kanalda. Agar nimadirga tushunmagan bo'lsangiz, o'zimiz UC olib berishimiz ham mumkin. Unda hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Bye bye.